Asror, agar meni profilimni ko'rib, 4 ta kamchiligini aytib bera olsangiz, bosh oyoq sarpamandan. Aka, meni darslarimda o'qib chiqqan bo'lsangiz ham profilingizda kamchiliklar bor. Men sizga 4 ta emas, 5 tasini sanab beraman. Faqat xafa bo'lish yo'q. Bo'lmasa boshladik. Birinchi kamchiligimizni profil avatarkasida, ya'ni bu yoqqa maksimalni stilni, stilistlarga mos, chiroyli, современный rasm qo'yish kerak. Ikkinchi kamchilik profilning bu qismida, bu qismiga mutaxassisligingiz, tajribangiz va odamlarga sizni sahifangizdan nima foydaligini ko'rsatish kerak. Uchinchi kamchilik aktualnilar bilan ishlanmagan, bironta ham yo'q. Aktualniy bizning obunachilar loyalnisini oshirishga va bizga kimdir murojaat qilishi mumkinligini belgilaydigan yaxshi instrumentlardan bittasi. To'rtinchi kamchilik vizual bilan o'rningizda bo'lganimda publikatsiya chastidan kontentlarni maksimalni olib tashlab, bu yoqqa faqat lичностimni ochadigan kontentlarni qoldirib, общий mana bunaqa videolarni reels qismiga o'tkazib qo'ygan bo'lardim. Beshinchi kamchilik sahifangizda 60 mingga yaqin obunachi yig'ilgan, lekin bu yoqda bironta sotuvchi kontent ko'rganim yo'q. Profilni tezroq monetizatsiyaga ulab, sotuvlarni yo'lga qo'yish kerak. Aytilgan xatolarni o'zingiz profilingizda ham ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'ying. Instagram bo'yicha ko'proq foydali videolarni ko'rib turish uchun obuna bo'lib qo'ying. Aytgandek, o'zingiz profilingizni kommentariyada yozib qoldirsangiz, balki keyingi safar siznikini ko'ramiz.